Ertaga 2025 yil 25 dekabrda RTV kanalida kutgan 30 qism Marjona o'zbek seriali chiqadi va bu barcha muxlislar uchun haqiqiy sovg'a bo'ladi. Serial o'zining samimiy sevgi, oilaviy qadriyatlar va qiyinchiliklarni yengish haqidagi hikoyasi bilan yuraklarni zabt etishda davom etmoqda. Bu yerda bosh qahramon Marjona yulduzlardan ham yorqinroq porlaydi. Ruhiy kuch va noziklikni ajoyib ko'rsatib. Ushbu qismda biz keskin munosabatlarning cho'qqisini kutamiz. Marjona nihoyat seviklisining o'tmishidagi yashirin haqiqat bilan yuzlashadi. Eski oilaviy sirlari ochiladi. Emotsional ziddiyat eng yuqori nuqtaga yetadi. Ko'z yoshlari, tan olishlar va kutilmagan burilish hayajondan nafasni tiyib qoldiradi. Aktyorlik uyini eng yuqori darajada, ayniqsa bosh rol, shunchalik tabiiy va ta'sirliki, hamdardlik qilmasdan bo'lmaydi. Marjona bu oddiy serial emas, bu o'zbek televideniyesining haqiqiy marvaridi, issiqlik, dramatizm va umidga to'la. O'tkazib yubormang, juda ta'sirli va ilhomlantiruvchi bo'ladi.